Meni bir kishi iltimos qildi. Borib Yosinni o'qib qo'ying dedi. Bir dodaga. Borsam, kirsam bitta katta, mana shunaqa bundan sal kattaroq xonada bir 30 ta ayol kirib olgan. Hali otaxon og'ir bo'lib yotibdilar, qarsillab yotibdilar. Kirib olishgan, men aytdim, hammani chiqing dedim. Chiqing o'sha tashqarida duo qilib o'tiring dedim. Keyin derazalarni ochtirib, Yosinni o'qidik, duo qildik. Chiqayotganimizda o'g'illari Abdulloh aka degan bola ekan, o'g'illari tikoda olib keladilar. Menga aytdilar, "Qora aka" dedilar, "Ha, asrda bo'lasizmi hali?" dedilar. Endi ertalab bo'layotgan ish. Aytdim, "Ha, nasib qilsa nima edi?" desam, "Ya, odamlarni qabrlarini tayyorlatib qo'ydim, andaqa-mandaqa. Mabodo bo'lmay qoladigan bo'lsalar, o'zingiz o'qib berasiz janozani asrda." Nima aytdim? "Hey, nima qiling, iymonlarni salomat qilsin, yaxshi qolsinlar, bunaqa." Oxiri vafot etdilar, bomdodga chiqardilar. Bomdodga. Men bomdodda o'zim o'sha yerdaman. Keyin bu kishiga o'xshagan bitta kichkina bola chiqdi. Vali bo'libdi. Men aytdim, "Ukam" dedim, "Adangiz chiqsinlar, Abdulloh akani chaqiring" dedim. Yig'layapti ana bular. "Adangiz chiqsinlar" desam, "Yo'q, adamni janozalari" deydi. Tushunmanda o'ma. Uncha-munchaga o'zimni yo'qotmaydigan, shokka tushmaydigan hali joyda o'zimni yo'qotdim. "Ukam, tushunmay, otingiz nima?" desam, "Abdurahmon" dedi. "Dodangizni men o'qigan. Ana dodam o'tiribdilar, yaxshi qoldilar Yosinni o'qiganingda. Analar" deydi. Bu qarasam doda o'tiribdilar haligi ketdi bo'lgan doda o'tiribdilar. O'g'li o'tib ketdi. Ana o'zida ana menga asrda janozani o'qib berasiz otamni degan uni janozasini o'qidik, qarang.